Aziz yurtdoshlar, payvandlash bo'yicha malakali mutaxassislar kerakmi? Sheretmen ilovasidan foydalaning. Ilovada butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Ushbu qulay dastur muammoingizni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun ssilkani opisaniya va kommentariyada qoldiramiz. Ishonchingiz uchun rahmat. Farg'ona viloyati Do'stlik chegara postida Baxti Tashkentskiyga yaqin jinoiy aloqasi bo'lgan Doston Halilov ushlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, u Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmatlari xodimlari tomonidan uyushgan jinoiy guruhlarning faoliyatiga chek qo'yish va kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar davomida ushlangan. Baxti Tashkentskiy laqabli Qudratullayev Baxtiyor Zaparovichga yaqin jinoiy aloqasi bo'lgan Farg'ona shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan. Muqaddam Jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan sudlangan Halilov Doston Xolbuta o'g'li qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tmoqchi bo'lgan payt Do'stlik chegara postida qo'lga olingan. Unga nisbatan Farg'ona shahar ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Said Aziz Medgarodok nomi bilan tanilgan Said Aziz Saidaliyev, Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev qo'lga olingani xabar qilingan edi. Shuningdek, Toshkentda Salimboy va Salimboyvachcha laqablari bilan tanilgan Salim Abduvaliyev ham tekshiruvga jalb etilgani ma'lum bo'ldi. Manbalarga ko'ra 73 yoshli tadbirkor ustidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Shavkat Mirziyoyev qisqa muddatli ta'tilga chiqdi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 4-dekabrdan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqdi. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev 2021-yil yanvar oyida qisqa muddatli ta'tilda bo'lgan edi. Shuningdek, davlat rahbari 2019-yil avgustda ham qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqandi. O'shanda bu Shavkat Mirziyoyevning so'nggi 17 yillik faoliyatidagi birinchi mehnat ta'tili ekani ta'kidlangan edi.